Yo, hammaga salom olasizlar bilan men Marko. Bugun ko'rib turganinglardek mana shuncha parkurdan o'tishimiz kerak bolalar. Shuncha parkur, shaqo. Shuncha parkurdan o'tishimiz kerak. Sizlar bildinglar bolalar, mana bunaqa malinaqa plyajlar tekinga tarqatilyapti. Olinglar. Plyajlar tekinga. Plyaj bor-ku, skin qo'yadigan joyda eng pastida ashita bitta plyaj turadi, ashuni olinglar. Tekinga tarqatilyapti. Bolos. Mana buni ko'rmaysizlarmi? Shuncha mingtadan oshiq. Hop. Nima men bu yerdan qayda o'g'lim, bu yerdanmi? To'g'ri yurib qo'yaman. Hop, qani bo'lmasa unda biz boshladik. Sizlar videoga like bosib qo'yinglar. Qani bo'lmasa ketdik. Hop. To'g'riga qarab qachon o'tib boramiz bolalar? Necha qism bo'ladi deb o'ylaysizlar? Izohlarda yozib qoldiringlar albatta. To'g'ri, bu mening yangi skinim bolalar, e'tibor bermaysizlar. Bu mening yangi skinim, eski skinim Minecraftga qo'yilmayapti bolalar. Umuman Minecraftga qo'yib bo'lmayapti eski skinini. Hop, o'tamiz. Hozir shuncha oddiy, meni oson, keyin juda qiyinlari bor. Men bir 50 tasidan o'tib ko'rdim. Juda qiyin. Bu o'ng tarafda level degan yozuv turibdi, Marcus level. 6 bo'ldi meniki. Shu 50 gacha bordim, 1000 bo'lish kerak edi. Bu karta men Telegram kanalimga yuklab olsanglar bo'ladi. Telegram kanalim описаниеda bo'ladi bolalar. O'tib obuna bo'lib, mod yuklab ko'ringlar. Keyin bolalar qaranglarda, men YouTube'da hali 12 ta turibman. Qancha ishlab o'tib ketdi. Tushib ketdim. 12 ta turibman hali ham. Shu bitta paddeshga qo'yinglar bolalar. Sal yordam beringlar bolalar. Bir 50 ta 100 ta bo'laylik. Yana o'tgan safarga akkauntimni zo'r ko'tarib berdik. Hozir yana shunaqa ko'taraylik, iltimos bolalar. Yordam beringlar. Hop. Qaysi tarafga ketyapmiz biz? Menimcha bu yoqqa. To'g'ri shu yoqqa ekan. Yordam bermasanglar bo'lmaydi bolalar. Yo, nari tarafga ekan. Tarafga ekan. Mana har xil joylarga borsa tingillayapti-yu. Checkpoint qo'yilyapti. Hop. Osongina. Keyinlari bunaqa bo'lmaydi. Bolalar necha qismni tugatamiz deb o'ylaysizlar bu parkurda? Nima checkpoint qo'yilgan? Necha qismni tugatamiz deb o'ylaysizlar? Voy! Necha qism deb o'ylaysizlar buni? Necha qism bo'ladi? Taxmin kommentariyaga yozib qoldirib qo'yinglar. Taxmin qilinglar, necha qism? Hammasini o'tishimiz shart lekin. Bola video olmayotgan bo'lsa, o'zi video chiqmayapti anchadan beri. Qaysi tarafga yur? Bu yoqqa. Har doim o'ng tomoningga yur degan. Uzr bola. Anchadan beri video chiqmayapti-da, ayrim ishlarim chiqib qoladi. Shular bilan band bo'lib, umuman video olgani vaqtim bo'lmadi. Bola keyingi video juda qiziq bo'ladi. Men o'zim bo'lmayman, bitta mehmonimiz bor. U syurpriz olib qoladi. Yo parkur tugagandan keyin bo'ladi, yo parkurda bo'ladi. Xullas keyingi videoda juda zo'r mehmonimiz bor bolalar. Ko'rib ancha quvonasizlar. Mana eng qiyini yetib keldi bolalar. Hozir. 4 sekund, 3 sekund. Bundan qiyinlari bor yana.
o'ta qiyinlari bor. O'tolmaydigan darajada qiyinlarimiz bor. Biz shularni o'tishimiz kerak. Buning uchun sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, podpиска qilib turishingiz kerak. Bo'ldi. Yo'qsizlar bu qaysi taraf? Bola yana tushib ketdim. Faqat Minecraft olaymi yo boshqacha videolar ham olib turaymi har zamonda. Masalan, Suchulboy, Granny, har xil o'yinlar videolar olib turaymi boshqacha. Yo faqat Minecraft olaymi. Shuni ham izohlarda yozib qoldiringlar. Men uchun bu muhim. O'ta muhim. Hop 20 tasidan o'tib qo'yishimiz kerak. O'tib qo'ydik deganim. 5 minutda 20 tasida o'tgan bo'lsak, yana 5 minutda 20 tasidan o'tsak, nimani to'g'risak olam. Hop. Shu videoda bo'lar. Biz 50 tasini o'tishimiz kerak. Uddalay olamizmi? Hop, buni qoch. Tezroq bo'l. Hop. 50 tasini o'tishimiz kerak. Mana shu videoda 50 ta parkurdan o'tishimiz kerak. Uddalay olamizmi? Keyingisida yana 50 ta. Yo'q, keyingisida 100 tasini o'tamiz. Ashtan ham 50 ta qo'shilib ketaveradi. Undan keyingisi 150 ta. Shunday qilib tugatamiz. Sizlar bilan qiziqarli. Halo, tepalarda bizni nimalar kutib turibdi ekan? Buni Xudo biladi. Endi mayli. Anangam ha shunday ekan. Ya, tushib ketdim. Juda zo'r mehmonimiz bor vallahi. Keyingi videoda o'zingizlar ko'raverasizlar. Qiziqarli video bo'ladi. Yana qiyini. O'tamiz. Voy. Yugur. O't. Mol o'ldiramiz. Voy. Tushib ketdim. Qanaqa qilib? Hozir qaranglar bolam, bunday qilishimiz kerak. Hozir buni bosib, narigi tarafdan o'tib, yana bosib bu tarafga kelib, mayodan bosib. Oho. Juda qiyinga kelib qoldi. Hop, bolalar, sizlar tushunmayapsizlar. Buni bosib, buni ikkitalikni ochib, narigisini bosib, yana qaytib, bu mana o'tishimiz kerak biz. O'ylayapsizlarmi? Hozir juda qiyin. Tushib ketdim. Bo'l, ketdik. Ulguramiz. Voy, 3 2 1. Yugurganimga qaranglar, bolalar. O'tdimmi men shu yerdan? O'tdim. Yo, nimalar bo'lib ketyapti? Men parkuristman. Voy, nimaga tushib ketaman? Bitta qo'yganda. Voy, men ashik keyin tushib ketyapman. Bolalar, короче, Telegramda tezroq 100 ta bo'lishimiz kerak. YouTube'da ham tezroq 100 ta bo'lishimiz kerak. Buni faqat siz yordam berasiz. Iltimos, obuna bo'l. Shuni pastga tushasiz, obuna bo'lasiz, videoga like bosasiz. 1 sekund vaqtingiz ham ketmaydi. Shuni iltimos, podpиска qilaveringlar. Yo-mayo, orqaga qaytib ketdim. Ahmoq. Pilusni tepasidagi nima bu bolalar? Voy. Nima bu, ko'ryapsizlarmi?
kirgan yillarda shu bazaga shuna ko'p bo'larkan. Plus tepasiga yana bir narsalar qo'shilib, u yerda 100 mana 12 boramiz keyingi videoda bolalar. Mana shu 100 degan yozuv bor. Ashika boramiz keyingi videoda. Videoga 10 minut bo'pti. Biz hali ham 27. Tezroq harakat qilish kerak bolalar. 5 minutda 20 ta qildim. Endi yana 5 minutda 20 ta qilaman. Bu nimani anglatadi? O'ymayo. Qayerga borishimiz kerak? Shita. Maya qochildi. Ulguraman. Vay, oxirgisiga qo'ygan. Men oldiga bormoqman. Boshqatdan. Qani? 1 sekund qo'yganda. Ketdik. 100% ulguraman. Xudo xolos. Ana. Bo'ldi, endi tezroq qimirlash kerak. Yuravermasdan. Hop. Nima qildim? Bolalar. Nima qilganim o'zim ham bilmayman. Mayadan keldi. 31. Hop 50 bo'lish kerak shu. Keyin video tugadi. Necha minutdan qat'iy bo'lish. Meni necha minut bo'lishdan qat'iy nazar 50 gacha. Vay! Bola shuncha darajada ko'p. Tepagacha. O'ylayapsizlarmi, buni qachon tugatib bo'lamiz? 20 ta qism chiqsa kerak-a, Yo, undan ham oshiqmi? Mana nihoyat o'tdim. 32. Yo'q, mayo. Nimaga tushib ketib qoldim? Hech oladi-ya. Hoppa. Bitta cho'ta bitta gap bor. Hop, bitta nima qilishimiz kerak? Bu ochiladi. Keyin voy, nariga so'qchilar ekan, ha, bo'ldi. Nega qilsa kerak? Nima qilamiz? Bola uni bossak, qaysi ochiladi? Sinemiz hozir yana. Yo, tushib ketdim. Hozir mana ulguraman deyaptim. Ulgurardim ham. Cho'qolib. Shunchalik qiyinmi? Boshida qanchalik oson edi. Bolalar. 3 2 1. Tushib ketib bo'lmadi. Qaysi ochildi? Mayak qochilar ekan. Endi qayerga o'taman? Qana o'taman. Voy, asal qoldik. Nima bo'lyapti bola menga? Qo'yganda. Voy, nima ya? To'xtanglar, tixo, shoshilmasdan. Tixani. Hop. Nimaga tushib ketib qolyapman men? Shoshilmasdan bolalar. Va nihoyat buncha qiyin edi bu. Yana shu qism. Yaxshim chekmoq qo'ydim. Hop. Yap. Cho'qol.
boshqatdan. Hop, 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 hop. Sağ qoldi. Hop, tashib tushib ketadimi? Bitta qo'yganda ya, bitta qaranglar bola. Mayda jonlarimiz ko'rsatmayapti, lekin jonimiz kreativ emasmiz. Surib olamiz, lekin jonimiz ko'rinmayapti. Jonimiz ketyapti. Bola qaranglar. Biz tepaga qarab chiqib ketyapmiz. Mana. Hay. Nimalar bo'lyapti? Endi nega biz tepaga qarab, yoqqa chiqishimiz kerak hali. 15 minut bo'ldi. Vallahi sizlar videoda hozir ko'ryapsizlar. Men kecha ko'ryapsizlar. Xullas ertaga ko'rasizlar videoda. Sizlar ko'rayotganliklarini bir kun oldin men videoda kechqurun hozir soat 11:57 12 bo'ldi почти. Soat kechqurungi 12. Va ovozim chiqmayotgan bo'lsa e'tibor bermaysizlar bolalar. Ham uxlayapti uyda, shuning uchun pas gapiryapman. Ko'zlarim yonib ketyapti. Hop, 50 gacha yetkazib qo'yaman. Baribir yetkazaman. 50 gacha yetkazib kelgan video tamom bo'ldi. Ungacha uxlasham yo'q, videoni tugatisham yo'q. Necha minutdan bo'lishidan qat'iy nazar. Va nihoyat aniq. Hoppeki. Noto'g'ri yurmadingmi? Farqi yo'q ekan. Okey. Tepaga qarab chiqib ketaveryapmiz endi. Voy bu. Mana chuchuk ekan. Nega? Vallahi lekin plaj juda chiroyli ekan. Menga juda yoqdi. Juda chiroyli. Plaj gap yo'q bola. Hop. O'zi bunga ancha bo'pti. Bilasizlar, men endi bildim. Plaj yaqinda chiqqan. U ancha bo'pti, men endi bilyapman xullas. Plaj chiqqanligini. Menga rafga kirganim yo'q edi. Shuning uchun endi bilyapman men bu plyajning borligini. Bitta plyaj turadi o'zi. Kirsizlar, eng pastga o'tsanglar. Mana eng qiyini bor. Juda qiyin masha. Bundan ham qiyinini ko'rasizlar hali. Voy. 19 minutlik bo'libdi bolalar. Baribir tugatamiz. Baribir 50 gacha yetkazamiz. Hop, bunga o'tamiz. Xullas hammasi sariq bo'lganda ayta paydo bo'ladi. Bu yerdan o'tdik. Ancha tez o'tdik. Buni men bu videoda olmasdan oldin juda qiynaldim.
Mana yerda ancha bir yarim soatdan shu vaqt o'tirdim, qatyapti nimaga. Az qoldi. Yana 5 ta 4 tasdan o'tsak bo'ldi. 20 minutlik video menimcha. 1 minutda ulgurmayman. Ancha tepaga chiqib qo'ydik. Valla halini o'tdik. 20 minut oldin ashad dedik. Hozir mana tepada. Hop, 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 hop. Uy, nima endi? Uy, maykisi yetib bora olamizmikan? Uy, agar hozir suv yog'di alinaqa. Oddiy yerda o'ynaysiz. Ashtaqa bo'lganda o'lib ketardik. Yana bitta o'tib qo'ysam bo'ldi, bittada. 21 minut bo'lib ketdi. No'yon taqdirda ham va'da berdikmi? Endi buni bajarishimiz. Xo'p, bolasizlar bilan ma'qul bo'ldi. Aytganimdek, o'ng tomonga qarasanglar, alinaqa chiqib turibdi. 50 tasidan o'tdik mana. Va'damizni bajardik. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr. Keyingi videoda 100 tadan o'tamiz. Keyingisida 150, 200, 250 shunaqa qilib tezroq tugatishimiz kerak. Lekin bolalar flashga gap yo'q. Buni qaranglar mana. Shuni qarayman, sakraganlarida. Xullas. Voy. Hop, joninglar omon bo'lsin. Xayr.